Assalamu alaikum. Kitap okuş munbiri Avlatlar Törbeti'ge hoş geldiniz. Benim ismim Nuriye Rahman. Ben hazır Gretsiyanın paytaxtı Atina şehrida. Bu şehirde bir neçe gün turup kalıman. Hazırca qaysı eserini okup berishni texi tanlap bolamadım. Ama aldı bilen bu şehirdeki bir neçe xatirlik manzirlardan sizlarni biraz bahrilandiray deb o'yladim. Biz tushgan bu mehmonxona bek yaxshi ekan, bo'libmi o'g'siz turib, mana Gretsiyaningki eng simbol xarakterlik manziralarining biri bo'lgan Akropol. Akropol deganimiz ustun shahar degan ma'noni bildirdi. Shu manzirni nihoyatda aniq yaxshi ko'ngil bo'ldi ekan. Kechilik manzirasi shundoq chiroyli ekan. Shunga men bilan biraz aylaninglar. Mana bu jıraqtın ko'rinishi sal turib ustiga chiqamiz. Bu ayni vaqtida Gretsiyaliklar mana shu sirtning hujumidan mudofialanish uchun shaharning eng yuqori qismiga shu qo'rg'on shaharni qurgan ekan. Bugungi kunlikda bu nihoyatda Erqandaq bir turist, Gretsiyaga kelgan, Atinaga kelgan turistlar, sayohatchilar bu yerga cho'qim bir kelib, ko'rib ketadigan biri. Muhim sayohat o'rinlarining biri. Ya'ni shundaqla Gretsiyaningki qadimiy madaniyat iznalarininki biri. Pek chiroyli. Men har bir kelsam, necha qitim chiqqanimni bilmayman, ustiga bir chiqib ko'rib kelishni yaxshi ko'raman. Atrofdagi manzillar, o'g'izning ustida bo'lgandan keyin o'g'izlarni ko'proq ko'rdik ekanmiz. Uning ustiga bugun shundoq chiroyli kun bo'ldi, quyosh parlab turgan. Bo'ladi, amisa chiqib ketdik. Billa aylanaylik. Üstün şehir bo'lgandan keyin xeyli o'rlab chiqib boqimizda, ha? Adetki vaqtda bu ko'chada odamlar nihoyat chiqib qoladi. Chiroyli chiqib odam. Ko'cha artistlari. Dostlar her hoş. Ey dostlar her hoş. Ey dostlar her hoş. Her hoş. Hoş. Hoş nakşı bu, ha? Mana sayohat. Ormanın ışıgıdan kirdik. Endi etrafdagi manzirlardan bahar olaylik. Yana o'rlab boqamiz texi. Bundaq yerlarga kelgan vaqtida cho'qim oyoqni yaxshi tanlash kerak. Seyrilmaydigan bo'lib o'sha tanarkat oyoqlar bo'lsa, adam qiynalmay, ozoda aylanib ko'rdiganni ko'rib, yaxshi tomosha qila oladi. We gaan 45 klimmen. Ik wil even kijken, ik wil heel even vooraan. Ik wil alleen even een paar foto's.
Ne degen hayvetlik. Şu çağlarda ışlarının hoşundaq nəslərini hesap çıkardı şu adamı. Bek hayran kaldı. Ana. Atina. 4 yıl ilgiri sağallarım, jiyan kızlarım bilen bir kəgən bu yerge. Bek mi yaxşı kəgən dey bula. Antılmaz əslimələr. Yadımdan keçib atıdı. Hem yedi babılmış ki, hicap yoğunken bu. Xeyr qalxmaydigan boldu mu hazır? Mamışka bir küçük kesençik bilen oynap ketipdi. Yeydi istixi, oynaydı istixi. Hayvanlığını qıldı o deymen yeviti de çoxun. Hoppa. Boldu. Bunu köygülük emmegende eкен menne. İlgiri xalğan yönünüşte aylanalı aytık. Hazır bir yönünüşte aylanıp kirip qaytıp çıkırgan. Doşuna şıqa qılayım qana o bu yerler bağlı olmaydı eken. Bu yani bir gün aylansın mı? Xuddi yani kördü qalır badek tuyuludu adamga. Ama bir gün aylanmay. Azırak aylansaq mı boladı? İlgiri tamның uyaqaga xatirjam ötüp körəlaydık. Hazır manda tosa qıb qoyubdu. Hop teş vaqası yo'q. Şuningdimi? Kögül boldigan bo'lgan ekan. Matranit tashlar. Qandaqmı yo'tkab chiqqan bo'lg'aydi, ha? Shu vaqtlarda shu. Tam tog'ning ustiga. Bu yerga tunji qitim kelgandan tortib mana bugun qadar qaysi vaqtda kelsam shu yasayotgan, o'ngshayotgan shu vaqt narsani ko'rma. Mani tex bitmagan o'xshaydi. Qo'g'dash kerakda asari atqini bo'lmasa yo'qolib ketadigan gap. Qancha egiz örligen seri şuncha jirahni, şuncha kang doirani ko'gil bo'ladi mana. Ustiga degidek chiqib oldim. Dengiz. Dengiz mana. Bir qavat nefis gazlıq pərdə orabdı. Dengizin bugün. Yak jaraxtı bağaşqamı. Nemdaq adam görünməydi desəm, həmisi miyək jığılıb ağama, neymi? Ma bu keyni qorosi. Dəkçiraylıq, ha? Friend he goes us, so we can take photo. Gresya'nın bayrağı. Also das ist alles flach. Das habe ich
Mana şunun bilan Gretsiyaning poytaxti Atina shahridagi Akropolis, ya'ni ustun shahar qadimiy shahrini, ustun shahar qadimiy shahrini to'liq bir aylanib chiqdik. Albatta uzoqroq tursak ko'radigan narsalar texnik ko'p bo'ldi, ammo vaqt munosabati bilan bugun mashinchilik aylantiray. Assalomu alaykum. Yuqoridagi Gretsiyaning poytaxti Atina shahridagi Akropol, ya'ni ustun shahar xarobasini aylangan vaqtimda kitob o'qish munbirimizning mushtarlari uchun maxsus tayyorlagan qisqa videodan bahra olgan bo'lishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Janvaga qaytib keldim. Bugun Janva ko'li bo'yiga kelib, go'zal manzarada Janva fontanining oldida sizlarga o'ylanish ichida ilgirlash degan bu maqolalar to'plamiga kirgizilgan Abdushukur Muhammad Eminning Umr talqinlari degan bir asarni o'qib berishga tayyorlanib o'tiribdiman. Bu asarni sizlarga o'qib berishni xeyli burun o'ylab qo'ygan, lekin ancha fursat bo'lmagandi. Bo'libmi, bu o'ylanish ichida ilgirlash degan bu kitobda nihoyatda qimmatli esil maqolalar bor. Bir nechasini tanlab qo'ygan, tanlaganlar misolga qarab, endi keyin bir fursat bo'lgan vaqtida cho'qim birdan o'qib beraman. Tama ko'l bo'lar deydi. Bak esil asarlar bor. Ma'qul, amsa maqolani boshlab etdim. Umr talqinlari Abdushukur Muhammad Emin. İlave. Ulug' olim Abdushukur Muhammad Emin vafotining 20 yilligini xotirlash munosabati bilan nashrga tayyorlangan O'ylanish ichida ilgirlash nomli bu maqolalar to'plami Abdushukur Muhammad Emin tadqiqoti sohasidagi ikkinchi kitob bo'lish sifati bilan muhim ilmiy qimmatga ega. Aziz Atavullah Sartekin tarafidan yozilgan, Yalqın Rozi tarafidan tayyorlanib nashr qilingan Madaniyat dalosiga safar nomli kitob bu sohadagi tunji kitob hisoblandi. O'ylanish ichida ilgirlash nomli bu kitobga kirgizilgan maqolalardan ko'rib olishga bo'ladiki, o'xshashmagan sohaga mansub, o'xshashmagan millat va yurt orqa ko'rinishiga ega tadqiqotchilarning olim Abdushukur Muhammad Eminning natija utuqlariga bergan bahosi va bildirgan qoyilligi nihoyatda yuqori. Abdushukur Muhammad Emin haqiqatanmi berilib o'rganishga, tadqiq qilishga tegishli ulug' olim. Ko'zatishimizcha Abdushukur Muhammad Eminning vafotidan sal ilgari, ya'ni 1993 yili o'zining yozgan Umr talqinlari nomli esil maqolasi Abdushukur Muhammad Emin tadqiqotini oltin ochqish bilan ta'minlagan esil asar sifatida tan ilinib. Biz bu maqoladan har taraflama qimmatini nazarda tutib, bu to'plamga kirgizishni loyiq topdik. Olim bu maqolasini 10 kichik mavzu bo'yicha yozgan bo'lib, maqoladan bir mutafakkirning hayot qarashini, bir olimning ilmiy natijalarini, bir adibning go'zallik tushunchalarini ko'rib olamiz. Birinchi, Qutlug' yilnoma. Azaldan zamonlar o'tar bepoyon, taqvimlar tufayli hisoblar inson. İnsoniyatning o'tib ketayotgan vaqtni taqvim, ya'ni kalendarga ajratib hisobga olganiga uzun bo'lmadi. Milodiya kalendari bir qadar qabul qilingan yillar tizimisi bo'lib qoldi. Milodiya hisobi bo'yicha yana 20 yil 6 yildan keyin biz mushu taqvimning 2-ming yillik erasini oxirlashtirib 3-ming yillik eraning 1-asriga qadam qo'yamiz. Bu kishilar aytayotgandek oddiygina asr almışı bo'lmasdan, balki xosiyatlik asr almışı bo'lib hisoblanadi. Tarix besib o'tgan necha tuman yillar va u zamonlarda olamga kelgan shuhratli kishilar bizga afsona, rivoyat tumanlari ichida ro'shan ko'rinmaydi. İnsoniyatning madaniyat tarixida e'tiborli o'rin olgan Sakyamuni, Kongzi, Sokrat va
Aplatun qatarlıq zaman mötüvərləri miladiya kalendari siziqidan 5-6 əsr ilgirla zimin sahnasidan chaqnab o'tgan. Miladiyadan ilgirki 1000 yillarda Sharqda G'arbiy Ju sulolasi, G'arbda Dionus o'yinlari xuddi go'dakning xiyollaridek o'tib ketdi. Bu chaqlarda Sharqdagi Tianshuilik Atbaqarning o'g'li Qin Shi Huang va G'arbdagi bo'rini emib yetilgan italiyalik bo'lg'isi imperator Romulus texi dunyoga kelmagan edi. Agar miladiyadan ilgirki oxirgi 1000 yildan miladiya erasiga otlagan kishi deyish to'g'ri kelsa, Iskandar Zulqarnayn bilan Vedavini emas, balki Büvi Maryam va Rim tarixini bezandirgan imperator August Octavianni bu xosiyatli taqvimning qutlug' sohibi deyish mumkin. Shuningdan keyin olam ufuqida ajoyib donalar, avliyolar, qahramonlar bilan go'zallik namoyandalari zaman halqalariga shuhrat bezaklari taqilgan bo'lsa-mu, faqat Abul Qasim Ferdavsi 934-yildan 1025-yilgacha, Abu Ali ibn Sina 980-yildan 1037-yilgacha, Abu Lapazil Bayhaqi 995-yildan 1086-yilgacha va ularning zamondoshlari birinchi eradan ikkinchi eraga o'tish sharafiga muyassar bo'la oladi. Zamanisining shohin shohlari bilan Al-Razi, Al-Farabidak ilm sohib qironlari o'z nafaslarini bu qutlug' raqamga yetkazolmay, anasir arba, ya'ni 4 zotga qaytishdi. Shuningdan beri Sharq va G'arbda tafakkur qasrining buzrukvorlari, tarix sahnasining mohir hunarpazlari, ijodiyat qal'asining javohir g'uvvaslari, go'zallik gulshinining nafosat chechaklari bu Rabat, ya'ni qo'nalg'uga kelib ketishdi. Ularning qalamlaridan tamg'an, töhfelerden bina bo'lgan miras yodikorliklari tufayli zimin yo'ridi. Ularning nomi sharafini tilga elish qalbimiz qitida ezgu hurmat va yuksak iftixor tuyg'usini uyg'otadi. Ammo tarix ularga emas, balki vujudida asrimizdan halqish qurbati va qalbida elga hadiya qoldirish himmati bo'lgan zamondoshlarimizni 2-eradan 3-eraga bo'suga atlab o'tishni nasib qilmoqchi. Bu faqat 1000 yilda bir qitim keladigan beqiyos omad va betaqqos sharofat. Albatta, keyingi 4-era bo'sug'isiga qadam qo'yg'isi baxtlik sohib qiron texi noma'lum. O insoniyatning olam bo'shliqida yipak yo'li ochgan erasimi yoki bulg'anayotgan zamin muhiti tufayli odamzod xuddi qurib qolgan pila g'o'si ichidagi kepinakdak abadiyatlik uyquga ketgan zamonmi? Bular birdek mumkinlik ichidagi tilsimdir. Shundoq tabiat muhitini hisobga olmay, kishilik kamolati haqida mantiqiy muhokama yurgizgan mutafakkur xiyoli mutafakkirdir. Mutafakkirlarning hammasi Buxara darvozasidan otlash sharafiga ega bo'la olmagandek, Buxara darvozasidan otlaganlarning hammasi mutafakkir bo'lavermaydi. Agar tashqi olam hodisasi bo'lgan mushundoq eralarning olmishidigan yulduz burjlaridan halqib o'tish omati ishki olam hodisasi bo'lgan o'zini yo'qlab bilish bilan, jumladan makon chalg'usidan zamon novolarini tuzivatgan tarix yuzlanishlarining asroriy bo'lish sharofati bilan qo'shilib ketganda edi, u mislisiz oliy maqomdagi xosiyatli mo'jizasi bo'lgan bo'ladi.
Özü tuproqdan bino bo'lgan banda turib, yana o'z iqtidori bo'yicha Tangri bilan sirdishadigan va ushbu fazilati uchun nodonlik hasadlari va jaholat g'ayvatlari kasofatidan kirtqi mixlangan Isoning milodiyaga taqvim beshi bo'lganligi yo'lliq bo'lsa kerak. Ikkinchi, oriflik yeshi. Yıllar tozanıdan başqa oq kirar, shu boshning farqida osmon bilan yer. Ming yillar giralishadigan taqvim mo'jizasiga yerim muchal qolganda men 60 yoshga kiraman. 60 yosh hayot manzilidagi o'zlikni yo'qlash qonalg'usi. 60 yosh yuksak sukunat, teran talqin pallisi. Tangri laydan bino qilgan va ona qarnidan farzand qiyofatida to'raldirgan inson o'zini dunyo maishatlariga burma mixdak bargan sari kuchab kirgizib 60 yilni tamomlashi mumkin. Sirtqi tusi parizotdek absunkar, ishki mohiyati tugman toshlardek bevafo, yovuz, hiylagar bu qiyri dunyomi 60 yil ichida o'z sirlarini insonga yetgudak oshkorlab ulguradi. U nadon va xasisga yig'a, dona va orifqa bir so'g'uq kulga ato qiladi. Uni bo'yab, sirlab, duq bo'lib ketganlarga uning berdig'ini xiyoli so'miriq iznigi. 60 yil azaldan insonga u bir chaqlarda tutiya bilib qattiq changallab olgan narsalarni pirqirik tashlashga, u fidokorlik qilgan aqidlardan qaqoqlab kulishga bishorat berib keldi. Bu oxirgi o'g'iz suti ishoratini tamliganlarmi, tamlimaganlarmi talaylab o'tdi. Faqat zaman sahifalarini kalendar daqli o'tkazib o'tgan tosh kalla zohidlarni hisoblamaganda 60 yosh xosiyatlik ikkinchi tug'ilish ayyomi. Ko'ngzi 60 yoshga kirganda orqamga qayrilib nazar solsam, bosgan qadamlarim xato bo'pti desa, Ahmad Yassavi ko'zim yumib ta aşquncha 7-60 belim bağlab men qilmadim bir yaxshi ish degan ekan. O 63 yoshga kirgandan keyin o'yg'onganligini, ya'ni orif bo'lganligini iqror qilgan. Shundaq 60 ga kirmaymi o'yg'onish, ya'ni orif bo'lish mumkin. Shahzoda Gautama Siddha ortda yosh turibla Buddha, ya'ni o'yg'onganlikqa erishdi va Sak xalqining donishmeni Sakyamuni deb ataldi. Vaholanki 60 yoshdimi g'aflatda qolgan kishini zamin larzisi bilan taqdir zilzillarimi uyg'ota olmaydi. Buning hech vaqasi yo'q, chunki uning uyg'onishi e'tiborini yo'qotgan. Uyg'onishmi har xil bo'ladi. Ahmad Yassavi zohid bo'lma, obid bo'lma, oshiq bo'lg'in deb talab qiladi. U vasli ilohni bilish va uningga muhabbat bog'lashni o'yg'onmoq desa, Jaloliddin Rumi insonda Tangri qimmati va aqida maqomini ko'rishni o'yg'onmoq deydi. New York shahrining sobiq boshlig'i John Lindsay bo'lsa, 60dan halqagandan keyin hech qanday narsaning tamasida bo'lmaslikni haqiqiy erkinlik deb qaraydi. Shundaq men uyg'onish yeshimga, orif yeshimga kelib qoldim. Tirik vaqtimda o'limni o'ylab, mo'tivar chig'imda tuproqliq zotimni to'nib, kibri havoni qayirib qo'yib, o'zimga munkir nikir so'riqini so'rg'im bor. Ömür manzillarimdan ömür javharatlari tepish niyatida tarmashlarim selingan safar xurjunimni talqin dastxonimga to'kib, ularga aql bilan
nazar tashlamasdan bu maqamga qadam qo'ya olmayman. Şunu şart qilamanki, men insoniyat texi yo'qotgan o'zini, o'z mohiyatlarini topolmagan erada tug'ildim. Men yana Yipak yo'li illatlari mening kishilik muhitim bo'lib turgan asrda yashadim. Hayot sarvimga zaman to'zonlari bilan qoplangan chipar yugimashlar chirmashgan. Hozirgi zaman ruhiy kasallik olimlarining puxradin prezidentgacha har xil darajada g'ayri normal ruhiyatga giribdor bo'lgan degan shu kasalchanlikdan, ya'ni psixiklik kasaldan menmu xori emasman. Eldan mag'firat tilash, aql pokligini izlash, mana bu meni qiziqtirayotgan fidokor tema. Ömür talqinlari orqali uning uchuridan uchur qilmoqchiman. Üçüncü, taqdir chambari va iroda hurligi. Zaman, makan, turkumdan pichilur taqdir qimmat. Oqibating bekitar, senda iroda, himmat. Adam üç narsadan halqıya alışı təs. O, makan, zaman və özü təvə bolğan mədəniyyət türkümüdən ibarət. Mən miltiq bilən kətmən turmuşның yiltizi və şexi qılınğan makan, zaman türkümüdə yaşadım. Qadimki Yipak yo'lining o'tira qanali, ya'ni Tarim vodisida koni yangi madaniyatlar aralashgan tarixiy afsonalar bilan kelgusi xiyollari reallikdan shuncha yiroq bo'lgan, vaziyati xuddi traktor orqasiga chetilgan ko'zutdak o'zidan sirtqi qudratlik davolg'ushlar ta'sirida tez o'zgaradigan zaman mening nafas xazinam bo'ldi. Atrofimda oliyjanoblik bilan xastalikni o'z ruhiyati qilgan xalq harakatlandi. Men tug'ilmasdan ilgari boshlangan yangicha ma'arifdan borgan seri shuncha ko'p kishi tarbiyalanib chiqqan bo'lsin, ularning ariflari oz va baxtsiz edi. Xuddi xalq cho'chaklarida aytilgandek, ularnimi borsi kelar yoki kelar yoki kelmas, borsi kelmas, hayot yo'llari ikkilantirib turadi. Pul, boyliq borsi kelar, huquq yo kelar yo kelmas. Ma'arif bilim yo'li bo'lsa, borsi kelmas yo'lga o'xshab qolgandi. Huquq tutqanlar vaziyat muqim zamonlarda paytun harbiga o'ltirib bir qapas davron suratdi. Ammo bir ömür davron surganlar oz edi. Onun ustiga bu huquqning to'pisidimi, tegidimi ikki qo'rqinchli kuchturg'ashqa bir qarasa yolg'on narsadek, ammo u har holda hong oldida yiltizi echilib qolgan dixmaq daraxtdek ansizlikdan xoli emas edi. Pul ilgari patqoqdan marvoyit yiqqandek hapilish bilan o'tadi. Ular huquqdorlarning qo'g'dishini, huquqdorlarmi pullarlarning beqishini shart qilgan edi. Boylarning mozorlarimi tam cho'rilgan, ba'zilari shomgo'r qilingan oltinliqlar edi. Heliqi huquqdorlarning qayerlarda qandoq o'lishini Xudo o'zi biladi. Mayad bir parcha rasm baki. Qog'oz qalam ahli bo'libmi ilm va ma'rif sohasidagilarning taqdiri umuman eg'ir edi. Boylar yoki huquqdorlarga yollanganlari, hatto huquqlar bo'lib qolgandimi hurlik pallasidan jiroq tuturadi. Zindonlarda chirib ketganlarni hisoblamaganda zamondan zamonga domila verganlarining umri uzun bo'lgan bilan bag'ri oliyishil bo'ylab ketgan edi. Ko'pchilik ziyolilar
turmuşning töven nesivisi bilan xuddi meyip kishilardek tirmishib kun o'tkazadi. Ularni boylarmi, huquqdorlarmi, qaram lükçeklermi, zahid ishonlarmi xatarlik turkum hisoblashadi. Siyosiy kazzaplar ular arasıga ov taygallarını selip jahandarchilik ishkorlarini qilishadi. Yurak va silkesili, haqorat va tahdid ularni qo'rqita olmadi. Ular har holda tarixdan, dunyodan, haqiqat va adolatdan xabardor edi. Ular yenilikning bo'lib turishini, muayyan tartib, qelipi, to'limu so'rilib ketmasligini nihoyat oddiy, ammo umidvor xohish qilgan edi. Men mushu jumlalarni yezib etib, o'z ustozlarimni, ularning ushqur ko'z, teran fikr, kamsiz yoki notiq, peqir miskin holatini, ularning kasalchan ham tirikchan ayollarini, ularning aqli tez yetilgan lochin mijoz go'dak farzandlarini ko'z oldimga keltirdim. Mana men 60 yoshga kirganimda ularning to'lisi hayot manzillarini oxirlashtirib bo'lgan. Ammo ularning ko'zidan chaqnagan nur, so'zlaridan lovuldab turgan o't tex o'chmagan. O bütün tarix va bütün dunyodagi shu xil nur va o'tlar bilan billa insoniyatning orasida madaniyat quyoshini barpo qildi. Ular cho'lda ko'rindigan olvundek, bor desa bor, yo'q desa yo'q, qisqa umrlik huquq ahliga qaraganda xalq turkumi qo'ynida yaltirab turgan bebaho go'harlar edi. Ular yuqorining qo'li, tövenning g'ujisliq mohiyatlarini o'zgartmagan o'tug'atsiz amaldorlarga nisbatan vijdon muxtoriyatiga ega ekanligi bilan mag'rur edi. To'rtinchi, qatridan quyoshni izlab. Zaman, makan bepoyon kezib chiqolmas inson. Kitobat qatrisida bilim quyoshi ayon. Mening hayot yo'lim pul cheki yoki hukumat hujjatlarini sanash, silash bilan emas, balki kitob, jurnal sahifalarini varaqlash bilan o'tdi. Mening umr faoliyatim oiladan maktabga o'tish bilan davomlashdi. O'qituvchi bo'lish menga ham taqdir, ham himmat, ixtiyor edi. Buningdan boshqa olbun mansab, vafosiz tapovat meni o'zidan saskandirdi. Nemishqidir azgu va mung bilan giralashgan sukunat shaklidagi tafakkur mening quyoshni, yorug'likni izlash mashg'ulim bo'lib odatlangan edi. Makan, zaman, turkum safosining tarixiy qatlami tufayli men xuddi Ipak yo'li bekilgan zamonlardagi dadam, bovam ham cho'ng bovularimdek taqib, tutqun, bo'hton va bog'liq riyozatlardan xoli bo'la olmadim. Men bu jihatda hech bir raqibim yoki xaloskorim bo'lgan shaxsni ko'z oldimga keltira olmayman. Qo'rqqan do'stlarim bilan shafqatdan juda bo'lgan huquqdor tuqqanlarimni nomardlikda ayblamayman. Nomardlik ma'lum ma'noda sonsiz kishilar podasining ruhiyat holati bo'lib, uning yiltizi makan, zaman, turkum safosidan tarkib topgan masxirlik tarixiy qatlamda edi. Esimda borda aytib olay. Mushu tarixiy qatlamga qanday munosabatda bo'lish meningcha kelgusining o'z o'tmishida yaratilgan qog'oz qalam dövlarini bir taraf qilishidagi mizonga aylanishi to'limi tabiiy. Kitob menga ilm, yorug'lik haqidagi tasavvurchan fikr bag'ishladi. Bular emas, kitob
yana turmushimdagi bir qator begunoh suiqasd va ijtimoiy fojialarimga yo'l ochdi. Makan, zaman, Türküm Üçburjikida Magellan kemilarining g'arq bo'ladiganligini, bekinmichilik tamg'a qilingan tarixiy qatlamda tafakkur uchqurliqidan Baba Rahim Mashrab, Muhammad Sidiq Zalili, Abdullah Harabati, yana Abduqodir Damollam, Mamtili Apandi, Abduxoliq Uyg'urlar, Lutfullah Mutallib fojialarining zanjir simon to'lqin hosil qiladiganligini menga bishorat qildi. Darvaqa, Qumulda qaysidir bir dona menga haqni demaklik, ochiq yemaklik degan edi. Men chekkan riyozatlarimga sabab bo'lgan tarixiy muqarrarlikni his qilish bilan birga, mushu o't tutaklarning ustiga esilgan po'lat shalasun va cho'yin qozonda pishgan aql orif g'izosining qimmatini qadrladim. Meningcha hamma narsa to'pon balasi, quyoshning ko'yishi, dash cho'lni jasadga to'ldirib atgan jang, Eysoni mixlagan kiristdor, buzilgan muhit, oynib ketgan ulfat, yana nima-nimalar. Qisqasi, butkul ofat va qabohat xuddi asal harsidak bir qiyomi sharbatning, azgulik, bilim va yo'riqlikning yetilishini tezlatdi. Chunki u jiddiy uchurdan iboratdir. Turmush shundaq nemi. Uningda go'sh yeb, shikolash bilan huzurlanib, laylab yurmasanglar, u o'zining aslidagi pardoz qilingan pari qiyofatini sana ichib ko'rsatdi. Shart shuki, nafsingni fikr ilhomchisi, maishtingni rangli ko'zaynak qilib ol. Men o'qidim. Xuddi yaqinda katta imtihon bo'ladigandek. Xuddi yaqinda yangi bilim gorizin siziqi ochilib, savodsizga aylanib qoladigandek jiddiylik, olam sirlari ustida o'tgan olimlardan dars olgandek kichik fe'illik, hamma mutlaq xulosalarga isyon ko'tardigandek gumoniy tuyg'u, yangi bo'g'inning elchisidek jiddiy javobgarlik bilan o'qidim. Men helimo har kuni o'qiyman. Parang, xabar manbalarga qaraganda asosiy bilish manbalariga moyilman. Qachonki kitobdan men bilmaydigan yuqori qatlam bilimlar, bishoratlar, notonish iboralar chiqib meni lug'at izlashga majbur qilsa, alohida ruhlanib ketadi. O'z saviyamga loyiq yoki men uchun atam aytgan boyiqi qimmatidagi kitoblarni bir qur varaqlabla nepiz aglakdan o'tkazib qo'yatdim. Ibn Sina kitob o'qib tushunmaganligi uchun qoyilmagan bo'lsa, Farabi bilan bog'lanmagan. Aristotel fikri iqimiga qadam qo'ymagan va shayxul rais bo'lmagan bo'ladi. Kitob o telefondagi so'zlish emas, o'rinliqning eng oxirgi belgisi va g'aflatning eng dastlabki alomati. Meningcha kitob dasturxonida muallifni taomni chaynab berishga buyurishdir. Men azaldan bilmaganlarning noto'g'riligini oshkorlab, bilim haqida so'zlashni zodili xohlamaydim. Bilganlarni bozlash hamoqatlik va tantanlik degan qarashim dastlabdala
tushuncha shaklda emas, odat shaklda meni sukunatchan qilib kelgan edi. Noto'g'ri so'zlaganlardan pat-patla haqiqat omillarini axtarg'um, balki uning biror asosi bormiki degim keladi. Chunki men ilmni bayga etdi. Boyvachchi qo'lidagi olmos ko'z uzuk, mollam og'zidagi fatvo deb emas, balki faqat boshlangan, davom qilayotgan, tugallanmagan olam shumul tarixiy izdinish binokorligi deb qarab keldi. İlim fidokorlarining tarkisini bilish mening doimliq poklanish darsim bo'ldi. O saltanat sohiblarining tasoddifi va tavakkul tazkirlariga o'xshashmaydi. Bilimga emas, olimlikqa, hikmatga emas, hokimlikqa, ezgu yuksaklikka emas, soxta shuhrat vasvasiga, poklikqa emas, suiiste'molga berilib, bu quyosh qal'asiga qadam qo'yganlarning qo'lidagi qalam zamonlar o'tib ularni hashamatlik soxta taxtalardan irg'itib masxara maydoniga tashlaydigan po'lat ko'rak bo'ladiganligini men shu qutlug' tazkirlardan bildim. Men Farabi, Ibn Sina, Alisher Navoiydek bilish yo'lida nikohsiz o'tishni ravo ko'rmadim. Shuningdek Sayful Davla, Nuh, Ibn Mansur, Husayn Bayqaraning homiylik qilishini munosib ko'rmadim. Oqilona fidokor oila va g'ayribona siyosiy tanholik mening ikki omidim bo'ldi. U qalbimni qizdirib, zehnimni sovutib turdi. Ruhiy asabiylikdan yakchashma bo'lib qolmadim. Tarsa, rashki, hasad bilan nohaq riyozat mening mushu umr muhitimda erishgan va meni qahvaxonaga emas, tafakkur xilvatgohiga boshlab boradigan Nobel mukofotim va Oskar mukofotim bo'ldi. U menga har kuni tong saharda Maarif qasrisidan shahodatnoma olganlarning hammasi orif bo'lavermaydi degan fikrni qayta eslatdi. Beshinchi. Hissiyat xumar ersiyat. Mushkni arvoq qo'shsang qonga so'raydi. Qomul xalq maqoli. İnsanshunoslik bilan jamiyatshunoslikning keyingi natijalaridan biri millatlarni etnik ma'nodagi millat, ijtimoiy millat, siyosiy millat degan 3 kategoriyaga ajratish bo'ldi. Ularning bu kategoriyalari va uninga misol keltirgan millatlari haqida bu yerda to'xtalishning zaruriyati yo'q. Ammo shunisi ro'shanki, millatimiz parlaq madaniyat al-ihramlarining binokorlari bo'lishi bilan billa hozirgi etnik ma'nodagi millatlik kategoriyasidan halqib chiqqani yo'q. Ular chet ellarga tarqalishni xohlaydi-ki, yahudiylardek chet ellardan kelib to'planishni xohlamaydi. Ularda bir etnik, tabiiy millatga xos butun alomat, madaniyat va afzal san'at, milliy odatlar to'liq. Ularning futuq va illatlari, olim va shoirlari, sarka va jamoati tugul, hatto iftixor, nomus, muhabbat, nafrat, baho, parang jug'lanmalarimi o'z kategoriyasiga loyiq. Ular komboran va suv ofati bilan birga o'qish va xizmat salohiyatidan yurakzodi bo'lib, mo'l hosil yoki to'y-to'ykundan mashrab qurib kelishdi. Hatto ularning yurt kattalarimi san'atdan iborat bu ikkilamchi narsani muqamdan iborat bu bastisi satarda, bastisi aytarda bo'lgan ikkinchi zurriyatni xalqning tub xumori qilib bir-biridan bakrak suran selishdi.
Мен үстіге мал yüktün ibaret toqam selingan tögide olturup, qadimki Ipak yolida muqam etip ketavatgan 5 san'atchi tasvirlangan ranglik sapal haykalni ko'rib hayron bo'ldim. Ular аңсыз болсымы, тарихи материализмға әмәл қылып, тоқам белән мұқамны таң тұтқан. Тоқамны астығы бесіп тұрып, бәрбап парысыға нахын соққан екен. Біз чү? Gödəklikimdə mən mu sənət xomar болып қалдым. Маңа тәсір қылғыны Алматадан кірген kitaplarda tilshunos və ədiblərni la şöhrətlik alimlərimiz dəb tonuşturğanlıq. Bizdə hikmət və təbii fən alimləri haqqında xəbərsizlik hökm sürgənlik idi. Əksicə, mən yeni zaman ədəbiyyat və almanaqlardan əməz. Hesiyatqa bay xalq qeni, turmuş moңай, təsəvvür yalqını bilən kona şeiri divanlar təsirində kliniklərimdəki şeiri irsi amillarını çaqmaq qılıb, qalib çeqindaqları çeqishqa mayil bo'ldi. Keyincha şeiri hikmat ustaları Navoiy, Shirazi, Giyoti, Tagore, Ömer Hayyam bilan məşrəb əsərlərdən şeiriyyətinin insanı yavuzluqdan qutuluşqa mədət berdigan hazırkı zaman incili buluş mümkünlüğüne hayran bolmadım. Bu mümkünlük tələbkar mümkünlük idi. Şunda qılıb, mən hadislərə köprək tutaşqan hikayəçilikə qarğanda dəbdəbisiz şadiyana çoqallardan yıraq yava şeiriyyət yoluğa kirib getdi. Hər xil güllərdən, çılan tupraqdan aqıdığan, iriq boyuda ösken rəyhan və yalpuzlardan pərixliq mening şeiri hissiyatlarım yulğun çiçeklərə oxşaş tənhalıq moңi, ussuzluq çanqıqi və boran ənsizliki bilən tolğan idi. Onundan sətənlərə osma, gül xumarlarga təştək gülü çıxmaydı. Xuşburaqi və əttir gülüdək yumran, nəfis bərgi bolmağan bu haldaki çiçeklər öz izğa tökülüb, öz şexida əsirlərini ötközüdü. Onun əvcini yalqulluq tonurda, ya ki gülxan örkəşlərdə görüş mümkün. Yazğan və elan qılğan hekayələrim köp əməz. Zulüm oçqi, aq xalat, altın qız, kesilgen qulaq, kiçikgina asigül, nilüpər, taşpəri hekayələrini yazdım. Nemi üçündür makan, zaman hadisləri bilən tutuşuduğan çoğraq və köprək nəsri əsərlərə meylim barmıdı. Hazırgıca elan qılınmağan tarixi dramalarımdan 7'ni saqlab turvatdım. Ular Somuruq qo'shiqi, qadimki Ipak yo'li, O'rdada bahar, Pili Malikisi, Malika Gulyuz, Tangirtaq naqshisi, dod basmagan qilishdan iborat. Marvoyit Malika nomida usul sepki ta'limi yazdım. Nemişqidir 30 yaşlarda yazgan bu tarihi dramalarni ishkapimdan chiqarg'im kelmedi. Şeirlerimden 10'dan biri elan qilindi. Elan qilmagan şeirlerimni Bahariyat, Aqtuz, Ushqun bilan Shabnam, Ko'ngil kuyleri, Visal beg'i, Serin chechki, Azguli ko'z yeshi qatorliq to'plamlarga ayirdim. Şeirlerimni umuman 5 turga bo'lish mumkin. Lirik şeirlarni barmaq vaznida qisqa yezishga moyil edim. Ular 2, 3, 5 kupletni asosiy shakl qilgan bo'lib, yurakdek chaqqan bo'lsa, o'pkadek so'zilma bo'lmasa deydim. Masalani qo'yib yashmaslik, majozi g'uvoliq, hammani tragediyalik tusda yasandirish, chaqmoq chiqib qo'yish, ko'z yeshini misra qilib qotirish mening izlanishim bo'lsa-mu, nabab şeirlerim az emas. Ularda yoki güzel bir fikri roşanlik
maqamiga yetolmay qora qulular qornidagi marvoyitdek qomilib qolgan yoki arzimaslik ichiga voz kechalmas iboralar yoshiringan. Bularni qayta ishlamadim. Men tasodifiy ko'chada titrab yoki ma'yuslik ko'z yoshiga cho'mib she'r qo'shganligim uchun shoirlik istiki va tahrirlik talabi bilan takror ish qilib berishga havaslanib ko'nmadim. Natijada she'rlarim yoshirin, tabiiy, ibtidoiy jangal ketib qoldi. Bugun uni tuzay desam, ayni zamondagi ilhomlarimning chilliqini eslay olmayman va go'dakka 60 yoshlik cho'ng dadisining qinidan o'qib berishni munosib topmayman. Muzikaga tarjimon, she'rga muharrirning hojatsizligi haqida mutlaq bir narsa degim yo'q. G'azal qasidalarim shaydoi taxallusida yozildi. Gulzor oshiqi, bulbul azadi nomidami ozg'ina g'azallarni yozdim. Hamrohi taxallusida onamning g'azallarini ratladim va uningga g'azallar qo'shdim. G'azalni 5-7 beytlik an'anadan oshirmaslikni, fikri bilan simvolni birlashtirishni xohlasammi, yovi mevalarimning hammasi birdek chiqmadi. Kishilar yoqtirmagan, zakaz talabida e'lon qilingan g'azallarimdan tinib ololmayman. Ammo ko'plagan g'azallarimga butun xalq qalbiga yoshiringan, ruhiyatim yoshiringan. Ularning qanchaki ro'shanlikdan mahrumlarida bu sir o'z zamonasiga loyiq musofida qatma-qat majozlashgan. Ansiraydiganim bu qilin postluq bodamlarning sanam levidan chatdi qilishidan iborat. Kimki erinmasa va tilsim ochquchini topolsa, bu g'azallar ichidagi meg'izini ochadiganligiga ishonaman. Mayli u bir qancha kishi bo'lgandim. Ruboiyat nomida hozircha 1000 parchadan ortiq ruboiy e'lon qila oldim. Ularning ba'zilari o'z fikrini yetarlik ixchamlagan va g'azalning to'xtashidan, ba'zilari ko'zim tushgan hayot mohiyatlarining ichilib qolgan ro'jaklaridan, ba'zilari talvi quyundan opirada bo'lgan. Men shoir emas, ruboiychimi emas. Shunga ruboiylikning shaklan tarixiga, tematik fikrning taqlidiy takrorlanishiga nazar solganim yo'q. Men o'zimcha ayni zamondagi o'z qalbimdagi xalq ruhiyatini kalta g'azal shaklida yozdim. Fikrning suyuldirilishi yoki takrorlanishini kechirishga bo'lganda edi, har bir ruboiylarimni g'azal qilg'ili bo'ladi. Ammo bu ruboiylar uchun o'limdan iborat edi. Men uchunmi, bir butun Uyg'ur adabiyoti uchunmi tunji bo'lgan ruboiyat to'plamim 1980-yillarda ruboiy qizg'inlik paydo qildi. Lirik nasr turidagi savdoliq taajjubnomasi 10 yillik, ya'ni 1966-yildan 1976-yilgacha bo'lgan ma'lumotchilik muhitida yozilgan parcha savdoliq xotirlardan to'plangan. Uning ba'zilarini jiddiy axtirish, qamash va so'roq qilish muhitida yo'qotib o'tgan edim. Men Kokkuk nomidagi 100 nasr orqali hurriyatni, Marjan nomidagi 100 nasr orqali dengiz ostiga tashlangan marjonlarni osmon yuziga chashmig'icha ufuq yormaydiganligini,
Sumuruq namidagi 100 nasr orqali tarix hikmatlarini, Jahon namidagi 100 nasr orqali reallik iboratlarini, Nijodiyat namidagi 100 nasr orqali hayot yo'lini yig'inchoqlamoqchi bo'ldi. Qarliqtaq shajarisi 3 qismliq she'riy roman sifatida Yeshim 30 ga yetmasda yozilgan. Keyin 2 qismi e'lon qilindi. Adabiyot nazariyasi yoki tarixiga oid hech qancha tadqiqot ilib bora olmadi. She'riyat estetikasi haqida yozgan qo'lyozmam yo'qolib ketdi. Poetika nomida kitobni planlagan, hatto muqaddimasini boshlagan bo'lsam-mu, u shu pet qoldi. She'riy ta'sirotlar bo'yicha bir qancha maqolalar yozganimni hisoblamaganda, asosli umumiy estetika bilan qatlamliq estetika nomli 2 kitob yozdim. Bu 2 kitobda bo'libmi qatlamliq estetikada o'zimning qatlam qarashi, estetika sistemamni bir qadar ro'shan bayon qildim. O güzellik bilan estetiklikni va estetika obyektlarini ko'p qatlamliqini asos qilgan. She'rlarim üstel ustida shoirona obrazi bilan yozilmagan. O ko'chalarda arg'in emgakdan keyin avraz yo'lidan chiqib haqorat o'tganda, biror xotir o'rniga berishdan burun mashinada uyg'onib ketganda yozilgan sargardan she'rlar bo'ldi. Mening muhabbat lirikalarimni ishq muhabbat nuqtasidan izohlovchilarga ko'ra uni ruboiylar, g'azallar, lirik nasrlar va ruhni paklashtiruvchi, kelgusiga intilguchi temadagi maqolalarim ichidagi gavdlangan semantik fikr, hissiyot bilan ta'riflaguchilar mening muddaimni tushungan bo'lishi mumkin. Men har xil asarlarimga, har xil temadagi qo'l yozmalarimga, hatto oningdagi bir tal qizil romal yoki oq to'pig'a bir butun ruhiyat dunyoyimning qatra yoki zarralarini singdirishga tirishdim. Bu menga umr hayyamga may, Alisher Navoiyga muhtacha, Baba Rahim Mashrabga ishq iboralari qandoq majoziy vosita bo'lsa, xuddi shundoq majoziy vosita ham tamsillik usul edi. Abstrakit g'oyalarning g'amkin ammo umid bor shakli muhabbat lirikalaridan havola simvollari tepishga hamisha muhtoj bo'lib kelgan. She'rlarimdan biror semantik fikr marvoyatini tepishni izlagan kishi uni qaralayga milinib turgan qo'lula qepini yerib etishi mumkin. Men shoirlarning mutafakkir bo'lishini va bu sohaga qiziquvchilarning kamrak bo'lishini, oliy maqomli kasbiy shoirlardan boshqalarining falsafa, qonun, iqtisod, tabiiy fan, tibobat, mashinsozlik, texnika fanlari bilan shug'ullanishini asosiy iqtidor va to'hfkorlik o'rniga qo'yishni, ranglik shar qo'yib etish va salyot zambiriga etishni asos qilib olgan mayxona ishigidagi qizil kostyumliq xush keldi jonon bo'lib qolmasligini umid qilaman. Men raqobat yoki hasad bilan emas, balki xalqning kuch-qudrati bo'lgan madaniyat qurilmasiga bo'lgan mas'uliyat bilan shoir va adiblarning oz va soz bo'lishini eg'izga olaman. Chunki oldimizda bizga she'r musobaqasi duch kelayotgani yo'q. Xo'sh, bugun mushargich o'qib beray, ya'ni 10 mazmunning 5 dastlabki 5 bo'limini o'qib berdim. Keyingi 5 temani kelar qitim o'qib beraman. Ma'qul amsa, aman bo'ling.